Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jumamizlar charchamabsizlar. Sog'lig'inglar, salomatliginglar yaxshimi? Hop, live trading gruppadagi bolalar sizlarga tegishli 10k dan, ya'ni 10 mingdan 10 ming qila qolaylik, 10 ming dollardan challenge boshladik. Challenge asl maqsadi kunlik 100 dollarni olish va bozorni tark etish. Bo'ldi, tamom. Maqsad shu. Aytaylik 10 ming dollar depozitimiz bo'lsa, 10 ming dollarga oyiga guruhga olganda aytaylik 30 kun savdo qildi deylik, bir yarim oy savdo qildi deylik, shunda 30 kun rovna savdo qilar ekan. Ya'ni 30 kunning ichida bizda mana shu summa bo'lishi kerak. Hop, nima qilamiz? Risklarni qanaqa boshqaramiz? Aytaylik, mani ideyalarimni ko'rgansizlar. Aytaylik, kuniga 3 ta ideya bersam, bittasi mabodo stop olsa ham, ikkitasi ishlaydi. Ya'ni nima bo'ladi? Profit bo'ladi. Profit holati bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Biza bemalol mana bu 10 ming riskni bemalol boshqara olamiz. Bu narsani sizlar o'zingizga to'g'irlab olasizlar. Ya'ni kimnidir depoziti 1000 bo'lishi mumkin, kimnikidir 5000 bo'lishi mumkin, kimnikidir 20 ming bo'lishi mumkin, например. 20 minglarga kuniga 200 ishlasanglar ham bo'ladi, bemalol. Qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Ya'ni kimda 20 ming depozit bo'lsa, nima qilamiz? Tushuntirib beraman. Men lotlarni o'zim uchun taqsimlab olganman. Ya'ni 0.20, 0.10, 0.20, 0.40 va 0.80. Men bilaman, что mana shu lotdan уже kattalashmayman. Sababi nobodoga stop bo'lsa ham bitta tepa bo'ladi. Mana shu bitta tepa risk holatini qanaqa bo'ladi? Birinchi holatda biz minus xonimiz 100 dollar. Ikkinchi holatda biz risk xonimiz 200 dollar. Uchinchi holatda biz risk xonimiz 400 dollar. To'g'ri? Общий holatda bizda 600 va 700 dollar minus bor. Uchinchi holatda biz 800 dollar profit qilsak, bizni mana bu joydagi mana 800 dollar profit qilsak, 700 dollarimiz joyiga qaytadi va biz 100 dollar foydamizni ham olamiz. Nimaga bunaqa risk qilingan? Sababi biz daho emasmizki, bilmaymiz. Ya'ni bozor oqib ketdi, tasavvur qiling. Bitta stop oldi, ikkita, uchta stop oldi va to'rtinchisida tepa oldi. Lekin ko'p holatda nima bo'ladi o'zi aslida? Ya'ni bitta stop, bitta tepa bo'ladi. Yoki ikkita stop, bitta tepa bo'ladi. Eng bo'lmadi, o'xshamadi, yemadi, qo'ldan kelmadi degan narsani aytolmayman. Lekin unchalik ham ahmoq emasmizki, ketma-ket 5 ta yoki 6 ta yeydigan. Endi qaranglar. Mana shu summa bizga примерно 10 ta, 11 ta ketlikka yetadi. Abdulaziz, qalaysan? Ketma-ketlikka yetadi degani. Bu degani, menimcha opitniy treyderlar birortasi ketma-ket 10 ta stop yemasa kerak. Imkoni yo'q bu narsani. Shonsdan imkoni yo'q. 10 ta ketma-ket stop nerealniy narsa bu. Shuning uchun ham sizlarda awareness bo'lishi uchun men atidan o'zim ideyalarni beraman sizlarga, ya'ni signal gruppaga ideyalarni o'zim beraman va o'sha ideyalardan kiramiz. Hech kim o'z boshimchalik bilan ishlamaydi. Hech kim o'z boshimchalik bilan nima qilmaydi, savdo qilmaydi. Men bilan birga.
Ya'ni biz sizlar bilan bir oy davomida, bir oy davomida prosta mana shu summani ishlashga harakat qilamiz birgalikda. Keyingi oydan depozitni уже 20 ming qilib, например, 200 kuniga, kunlik 200 ga, kunlik 200 ga chiqib olsak bo'ladi. Yana bir necha oy o'tadi, и так далее. Mana shu holatda ritmda ketaveradi. Ham sizlar o'z foydalarni olsizlar, ham sekin depozitni ishirib borasiz. Ishoninglar, bir yilda mana oddiy narsa, bir yilda grubo olganda, prosta bir yilda mana shu kunlik mana shu depozitga chiqib olinglar. Ishoninglar, hamma narsani o'zgartirib yuborasizlar. Hamma narsani. Kuniga 500 topish uchun 50 k depozit yetadi. 50 k depozit yetadi. Bo'ldi. Hamma narsani, butun o'sha aytganimni mana kelajakni o'zgartirishingizga yetadi. Prям любой holatda. Prям любой, ishonaveringlar. Avvalambor hammasi Allohdan, avvalambor hammasi Xudodan. Siz tavakkal qilasiz, yaxshi niyat qilasiz, Allohdan so'raysiz va mana shu ritmga chiqib olsangiz, inshaalloh do'ppingiz osmonga otavering. Bir yilda chiqing shu narsaga, bir kunda yoki bir haftada yoki bir oyda emas, bir yilda sekin-sekinlik bilan birinchi bo'lib $100 boshladingiz, bir necha oy foyda qildingiz, foyda qilganingizdan keyin depozit to'ldirdingiz, depozitni yana keyin $200 ga o'tdingiz, keyin $300 ga, keyin уже $400 ga и так далее. Shunaqa qilib nima qilasiz? Chiqib olasiz. Qatga mana shu holatga. Shuning uchun akalar, mana bunaqa narsada Alloh taolo ham shoshilgan bandasini yoqtirmaydi. Sabrli bandasini yaxshi ko'radi. Aytaylik, bir nima deydi, dalazor gul deydi. O'sha guldan asal ari bitta donasidan oladi. Bo'lmasa u yerda millionta gul bor, millionta, tushunasizmi? Lekin o'shatdan asal ari kelib turib, bitta dona guldan o'ziga yetadigan asalni olib keta oladi. Agar u ko'proq olib qo'ysa, u ucha olmaydi. U ko'proq yeb qo'ysa bo'kib qoladi. Ya'ni ucha olmaydi, bora olmaydi va nima bo'ladi? Nobud bo'ladi. Shuning uchun ham u nima qiladi? O'zi ko'tara oladigan, o'zi yuta oladigan va o'zi uchib olib bora oladigan nimasini oladi? Ya'ni sig'imini oladi. Sizlar ham xuddi shu narsani qilishingiz kerak. Ya'ni o'zingizga to'g'ri keladigan sig'imni birinchi yig'ib olinglar. Ana keyin o'sha sig'imni kattalashtirasizlar, ko'paytirasizlar. Sekin-sekinlik bilan nima qilasizlar? Ulg'ayib, o'sib boraverasizlar. Shoshganinglar bilan hech nima tatimaydi ham, hech nima o'xshamaydi ham va prosta o'zingizlarni vaqtinglarni, o'zingizlarni umringlarni ketkazgan bo'lasizlar. Shuning uchun ham imkon darajasida aytganimdek, stabilniy oling, lekin davomiy oling. Ya'ni kichkina oling, lekin davomiy oling. Mana shu narsaga amal qilsanglar, inshaalloh keragidan ortig'ini olib chiqib ketasizlar. Biz mana shu narsani bugundan boshladik, bugun 1-apreldan va inshaalloh shu narsani yurg'izib, shu narsani qilib va natijasini bir oydan keyin sizlarga ko'rsatamiz. Hammaga, abadiyligiga bolalarga ham live trade sizlar o'zingizlar men bilan ishlaysizlar. O'zingizlar uchun ham, ya'ni boshqa bolalarga ko'rsatish uchun ham primer bo'ladi. Boshqa bolalarga ko'rsatish uchun ham nima bo'ladi? Sabab bo'ladi. Aytaylik, bu narsani qilgan tashimiz katta gruppaga, kanalga. Kanaldagilar ham o'zi uchun ko'rib oladi aslida stabilniy, ya'ni bir xillik, bir xil lotlar, bir xil hajmlar, bir xillik bilan ishlash qaysi holatgacha olib borishi mumkinligini hamma sekin-sekin o'zi uchun ko'rib oladi. Bu eng risksiz holat hisoblanadi. Bu yog'ini o'sha anaqa davomida, challenge davomida ko'rib boraveramiz. Va iloji bo'lsa xuddi shu narsani akalar o'zingizlarga to'g'irlab olinglar. Napример,
sizda kimdadir kecha aytuvdi manda $5000 depozit bor dedi. $5000 depozit bo'ladigan bo'lsa, $5000 kunlik ishlash mumkin bo'lgan summasi mana shu bo'ladi. Mana shu bo'ladi. Значит, bu narsani ishlash uchun siz o'zingizga lotingizni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni biz 10 punkt tepaga ishlayotgan bo'lsak, aytaylik 10 punkt tepaga ishlayotgan bo'lsangiz, sizni ochadigan lotingiz 0.005, 0.04 atrofida bo'ladi. Menimcha, men o'ylaymanki, challenge maksimalni qila olishi mumkin bo'lgan odam $1000 dan qila oladi. $1000 dan. Yog'iga o'xshamaydi, chunki 00, ya'ni mana shu $1000 depoziti bor odam ham eng katta ochadigan loti 001. Bundan past lot yo'q. Shuning uchun ham menimcha eng maksimalni ishlashi mumkin bo'lgan odamlar, ya'ni 1000 dan boshlanadi. 1000 dan ketdi 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000 farqi yo'q, necha pul bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu narsa bo'yicha ishlashinglar kerak bo'ladi. Хорошо, challenge bilan bo'lishib boramiz, xudo xolasa. Yog'ini уже inshaalloh o'zingizlar ko'rib olasiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.